Morojniy kremim suyulib ketyapti, chirib qolyapti degan qizlar bu videodan keyin morojniy kremingiz 100% o'xshab chiqadi. Birinchi o'rinda to'g'ri qaymoq tanlash kerak. Bozor qaymog'idan foydalanishni maslahat beraman. Ikkinchi o'rinda zugushenka ham, qaymoq ham xolodilnikdan olingan muzdek holatda bo'lishi kerak. Uchinchi o'rinda esa mikserlashni birdan baland skursda boshlamang. Eng past kursdan sekin-sekin baland kursga chiqaramiz. Mikserlash texnikasi videoda ko'rsatilgan. 3-4 marta oldi tarafga, 3-4 marta orqa tarafga naq 4 minut ruchnoy mikserda mikserladim. Qattiq holatga kelguncha. Mana shunaqa qattiq morojniy krem hosil bo'ladi. Bu kremni bemalol tortlar pokritiyasiga ishlatsa ham bo'ladi, gullar chiqarsa ham bo'ladi. Bundan ham foydali ma'lumotlar profilda bor, obuna bo'lishni unutmang.